Mening ismim Egamov Murod. Hayot bir marta beriladi. Huquqlarim buzilgan, bosim ham bo'ladi. Oddiy bir inson sifatida qabul qilib, teng harakat qilishi. Qattiq kurashaman deganman. To'siqlar qancha ko'p bo'lsa, shuncha bartaraf etish menga yanada kuch beradi. Nogironligi bo'lgan shaxslar va nogironligi bo'lmagan shaxslarning huquqlarini himoya qilish. O'zingizni qisqacha tanishtirib bersangiz, hozir qaysi yo'nalishda tahsil olyapsiz? Xo'p, mening ismim Egamov Murod. Hozirgi kunda Toshkent davlat transport universitetida iqtisodiyot fakultetini yurisprudensiya yo'nalishida o'qiyapman. Bu soha sizga qachon va qanday qiziq bo'lib qoldi? Bu soha bolaligimdan, sababi meni ham huquqlarim buzilgan. O'shaning uchun bu sohaga qattiq kirashaman deganman. Xudo xolasa shu yo'nalishda ketyapman. Sizni kuchli talaba qilayotgan asosiy jihat nimada deb o'ylaysiz? Bilasizmi, avvalambor bu birinchi bu to'siqlar. Chunki to'siqlar qancha ko'p bo'lsa, shuncha bartaraf etish menga yanada kuch beradi bu narsa. Va shunga erishyapman. Nega aynan shu universitet va shu yo'nalishni tanladingiz? Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga tayyorgarlik ko'ryapman. Deputatlar maktabida o'qidim, inson huquqlari markazida ham o'qidim. Shunga shu yo'nalishda qarab, xudo xolasa, nogironligi bo'lgan shaxslar va nogironligi bo'lmagan shaxslarning huquqlarini himoya qilish. O'qishga kirish jarayonida siz uchun eng qiyin bosqich qaysi bo'ldi? Nogironligi bo'lmagan shaxslar bilan birgalikda ta'lim olish. Chunki men inklyuziv ta'lim olmaganman, uy ta'limida o'qiganman. Baribir atmosfera boshqacha bo'ladi, bosim ham bo'ladi, menga boshqacha qarash, qanaqa qilib meni qabul qilishar ekan, mehr, shafqat ko'zi bilan qarash bo'ladimi? Shu narsa meni sal hayajonlantirdi. O'qishga kirish uchun tayyorlanishda qanday usullar sizga eng ko'p foyda berdi? Bu yo'nalish bo'yicha men 5 yildan beri Sharoit Plus nodavlat nochor tashkilotida faoliyat yuritaman. Oldin ko'ngilli sifatida faoliyat yuritadim. Hozir u yerda nima edi, o'zimni ko'rsatib, hozir rasmiy xodim sifatida ishlayman u yerda. Ya'ni boshqa nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlarini himoya qilib, ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga, jamiyatga qo'shishga harakat qilyapman. Universitetga kelishdan oldin bu yer haqida qanday tasavvuringiz bor edi? Endi taassurotlarim juda ajoyib. Nima deydi? Atmosfera zo'r, do'stlar bilan birgalikda. Meni qabul qilganligi, shunday holatimda ham inklyuziv jamiyatda ekanligimni his qildim. Qaysi jihatlarga moslashish siz uchun eng qiyin bo'ldi? Hozirgi jarayonda binolar, misol uchun, qayerdadir 4 qavat, qayerdadir 5 qavat, qayerdadir lift bo'lishi mumkin, qayerdadir bo'lmasligi ham mumkin. Panduslar, nogironligi bo'lgan aravachada chiqish uchun shu to'siqlar. Universitet jarayoni sizga real foyda beryaptimi? Aynan qaysi jihatlari bilan? Men nogironligi bo'lmagan shaxslar jamiyatiga qo'shildim. Maqsadim nogironligi bo'lmagan shaxslar ham biz toifadagi nogironligi bo'lgan shaxslarni ko'rib, kerak bo'lsa bizdan motivatsiya olib, ruhlantirib jamiyatga qo'shilishi va bizani oddiy bir inson sifatida qabul qilib, teng harakat qilishi. Qaysi fanlar yoki mashg'ulotlar kelajak kasbingiz uchun eng muhim deb hisoblaysiz? Yuridik albatta. Hozir zamonaviy tilda aytganda keyslar tashlab beriladi. Biz o'sha keyslarni yetishga harakat qilamiz. Bitta fuqaroning huquqi buziladimi? O'sha huquqini qayerda buzilganligini biza nima yoritib berishimiz kerak, qayerda huquqi buzilganini aytib berishimiz kerak ustozi. Shu jihatlari aniqlab yoqadi. Amaliy mashg'ulotlar yetarlimi? Ya'ni nimalarni ko'rishni istardingiz? Ha, yetarli. Orzuyim bor. Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga ham sayohat qilishim. Universitetdagi umumiy muhitni qanday tasvirlab bera olasiz? Tabiat go'zal, eko-tozada. Bu yerda albatta do'stlarim bilan, shu kursdoshlarim bilan birgalikda suhbat quramiz. Darsdan tashqari vaqtda o'zingizni rivojlantirish uchun nimalar qilyapsiz? Jamoatchilik nazorati o'tkazaman. O'zim huquq faol blogerman. Nogironligi bo'lgan shaxslar to'siqlarga duch kelayotganlarini suratga olib, videoga olib, buni ijtimoiy va ommaviy axborot vositasiga yetkazib,
buni hal qilishda harakat qilyapman. Bugun o'qishga kirishga tayyorlanayotgan yoshlarga eng muhim maslahatlaringiz qaysilar? Bitta narsa aytgan bo'lardim. Bu universitetga kirishimga 3 yil harakat qildim. 4-yil o'qishadi. Ya'ni imkoniyatdan foydalanishlarini, ya'ni o'qish kerakligini, ertaga kelajakda ko'pchilik aytadi, diplom hech narsani hal qilib bera olmaydi, Yo'q. Diplom hal qilmasligi mumkin. Kelajakda atrofdagi do'stlar bilan birgalikda muloqot bo'lsa, fikrlash qobiliyati o'zgaradi. O'zingizni 3 yoki 5 yildan keyin qayerda ko'ryapsiz? Oliy Majlis Qonunchilik palatasida. Chunki bu bo'yicha aytganman, harakat qilyapman. 1 yildan keyin saylov, o'zimga nomzodligimni qo'ymoqchiman. Yoshlarga bitta gap bilan nima degan bo'lardingiz? Hayot bir marta beriladi. Buni chiroyli, xayrli ishlarda unumli foydalanishlarini so'rab qo'ygan bo'lardi.